Ogohlantirib qo'yaman. Bu buldishka diyeta nimaligini bilmaydi. Videoni ko'rishdan oldin menga obuna bo'lib, pishirib berish kerak bo'lgan odamga yuborib qo'ying. Bismillah deb idishga iliqqina sut, sariyog', shakar, dro'jja va bitta tuxum solib, bir xil massa kelguncha yaxshilab aralashtirib olamiz. Tuxum solish esimdan chiqqan ekan, xamir qorish jarayonida sovurdim. Mahsulotlar to'liq miqdorini opisaniyada yozib qoldiraman. Tayyor bo'lgan aralashmamizga keraklicha un solib, yumshoqqina xamir qolib olamiz. Xamirimiz tayyor bo'lgach, ustiga strech yopib, dam olish uchun yuboramiz. Xamirimiz dam olguncha nachinkasini tayyorlaymiz. 1 piyola maydalangan yong'oq, yarim piyoladan ko'proq shakar va 100 gram sariyog' solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Xamirimiz tayyor bo'lgach, to'rtburchak shaklda yoyib, tayyorlagan nachinkamizni bir tekisda surib, xamirimizni 3 qavat qilib buklab olamiz va 2 barmoq qalinligida lentachalar kesib chiqamiz. Lentalarni videoda ko'rsatilgandek chiroyli qilib bukib, patnisga terib olamiz va ustidan tuxum surib, 200-250 gradus atrofidagi duxovkaga pishirish uchun yuboramiz. Pishib chiqqach ustidan xohishga ko'ra yaltirash uchun qiyom yoki asal surib olamiz. Video yoqqan bo'lsa mehnatimni qadrlab, like bosib, menga obuna bo'lib qo'ying. Hammaga yoqimli ishtaha. Prosmotr uchun esa hammaga alohida rahmat.